Assalomu alaykum akalar ukalar. Biz Soyguzordamiz hozir. Bu yoq Eskinoqatdan keladi, Shakarqishloqdan. Bu yoq sentrdan tushadigan joy, bu yerda Baxtiyor akaning magazini bor. Shuni yo'l parasida mana Soyguzor kafesi ochilibdi. Akalar ukalar, biz hozir ovqatlanib chiqdik. Ovqatlariga gap yo'q, kelib ovqatlanib maza qilib ketishlari mumkin. Hozir ichkarilarini ham tortamiz. Akalar ukalar, mayl odamlar bilan liq to'la. Mana shashliklar, qanaqa shashliklar bor aka? Qo'y go'shti bor. Aha. Go'sht bor, yo'q, bezir bor. Aha. Sabah bor, qiyma bor. Har xil shashliklar bor ekan. Bu yerda somsalar turi bor ekan akalar. Mana oshxonasiga kelyapmiz. Mana odamlar to'ldi. Mana Akram akam tanishtiray, mana shu aka. Mana shu aka ochgan mana. Hovlilarimiz mana O'zbekistondan kelishib xizmat qilishyapti. Somsa, tovuq go'shti, dolma sho'rvalar, xullas turli tuman oziq-ovqatlar bor akalar. Kelinglar. Hozir ikkinchi etajga ko'rsat. Mana ikkinchi etajga kelyapmiz. Bismillah. Mana akalar, xonalar joyida. Mana akalar ko'rsatmaymiz. Bu yoq ham keng joy bo'lgan. Akalar kelib dam olib maza qilib ovqatlanib ketishlari mumkin. Ovqatlari ham arzon ekan. Salomat bo'linglar.